Har bir onaning eng katta orzusi farzandiga unumli vaqt ajratish. Qizim bilan ertak o'qish bu nafaqat mehr, balki uning kelajakka intilishlarining ilk qadamidir. Chunki bolalikda o'qilgan har bir sahifa qalbda muhrlanadi. O'qishimiz tugagach, qizalog'im albatta shirin uyquga ketadi. Men esa onalik bilan bir qatorda o'zimning yo'limdan ham ortda qolmayman. Chunki ayni damda magistraturada o'qiyman. Darslar, topshiriqlar, taqdimotlar hammasini vaqtida bajarish men uchun juda muhim. Lekin bir narsani tan olaman, ba'zida oddiy narsalar Masalan, qulay ishlash uchun sichqoncha. Bunaqa paytlarda albatta bir ilovasi yordamga keladi. Bir ilovani ochib, o'zimga mos sichqonchani tanlayman. Ilovani eng zo'r tarafi shundaki, yetkazib berish atigi 1 so'm. Albatta bunday imkoniyatni boy bermaslik kerak. Oradan ko'p vaqt o'tmay, kuryer uje eshikda. Kutilgan buyurtmam yangi sichqoncha qo'limda. Endi men ancha tezroq va samaraliroq ishlay olaman. Qizalog'im haligacha shirin uyquda, men esa barcha vazifalarni vaqtida tugatib, nihoyat o'zim uchun vaqt ajrataman. Bunaqa kuz faslida serial, issiq kofe va ozgina shirinliklar mana haqiqiy mukofot.